Mazkur mobil ilovadan foydalanish uchun App Store hamda Play Market ilovalaridan toza makon ilovasini yuklab olish talab etiladi. O'zingizga qulay tilni tanlab, davom etish tugmasi bosiladi. Tizimga kirish uchun esa ikki xil usulda foydalanish mumkin. Birinchisi One ID tizimi yordamida, ikkinchisi shaxsiy hisob raqami va unga ulangan parol orqali kirishdir. Birinchi usulda One ID orqali kirish uchun One ID tugmasi bosiladi va shu sahifada login va parol yoziladi. Kirish tugmasi bosiladi. Natijada siz yozgan One ID ga ulangan barcha xonadonlar avtomatik ravishda tizimga qo'shiladi. Ikkinchi usulda shaxsiy hisob raqam orqali kirish uchun aynan shu hisob raqam yaratilgan parolni terish kerak bo'ladi. Sanitar tozalash xizmatlari uchun shartnoma imzolashda taqdim etilgan 12 xonali bo'lgan raqam bu sizning shaxsiy raqamingiz hisoblanadi. Agarda sizda parol bo'lmasa, akkaunt yaratish tugmasi bosiladi va ushbu shaxsiy hisobga ulangan telefon raqamga SMS xabarnoma orqali parol keladi. Hurmatli abonentlar, agarda sizda shaxsiy hisob raqamingiz biriktirilgan telefon raqamni o'zgartirish kerak bo'lsa, buning uchun sanitar tozalash xizmatlari bo'yicha tuman bo'linmasiga murojaat qilishingiz talab etiladi. Yuborilgan raqamga kelgan parolni kiritganda mazkur xonadon to'g'risida ma'lumotlarni ko'rish mumkin bo'ladi. Eslatib o'tamiz, mobil ilovada to'lovlar tarixi, balansni to'ldirish, qarzdorlik, tarif summasi, kadastr raqami, yashovchilar ro'yxati kabi xonadon to'g'risidagi ma'lumotlar hamda hududga biriktirilgan mas'ul xizmat ko'rsatuvchi sanitar tozalash korxonasi haqidagi ma'lumotlarni ko'rish mumkin.